Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi buyurtmamizni chiqarib bormoqdamiz. Ko'rib turganimizdek 260 li buzoq o'g'irlar tayyorlab berdik. Kattaroq qo'ylarga ham bo'laveradi. Chuqurligi 24-25 dan chiqadi. Yana 42 dan 45 gacha chiqadi. Uzunligi esa 260. Ko'rib turganimizdek bu ham sifatli. 10 ta olsangiz 26 metr joyga bemalol og'ir qilsangiz bo'ladi. To'rttasi 10 metr bo'ladi. 10 metr og'irlarga ham zo'r ish beradi. Mana hozir mashinamiz kelyapti. Yuklab oryapmiz. Mana razmerlarini ko'rib turganimizdek 48 gacha ham boryapti. Ya'ni kengaytirib, o'zingiz toraytirib olish o'zingiz qo'lingizda bu yoqqa bu yoqqa yuradi. Mana uzunligini ham o'lchab ko'rsatamiz. Uzunligi mana 258 chiqyapti. Yamoqlari yo'q. Ko'rib turganimizdek sifati juda ham a'lo. Birinchi taraf 2 marta qaytarilgan, ya'ni mol yoki qo'y yeydigan tarafi bo'ynini kesmaslik uchun narigi tarafi 1 marta qaytarilgan. Hozir Samarqandga shu o'g'illarimizni chiqarib olmoqdamiz. Yuklash jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bizda bundan tashqari qo'y o'g'illar, mol o'g'illar, katta tuyalarga ham o'g'illar yasab beryapmiz. Istagan turdagisidan bor, aloqaga chiqaverasizlar. Kelishilgan holatda razmerlarni, narxlarini zo'rlab berishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, bu listlarimiz arqalisdan tayyorlangan. Arqalis bilamiz eng qalin joyi 2 mm gacha chiqadi. Mana chiroyli qilib yuklab beryapmiz. Mashinasini arqalasi sig'mayapti uzun bo'lganligi uchun unga qiyran holatda yuklab beryapmiz. Mana bu joyda 260 lik mol o'g'illarni tayyorlab qo'yganmiz. 380 ming so'mdan. Yollikdan tayyorlangan. Qalinligi 108 mm chiqadi. Ko'rib turganimizdek, bu ham sifatli holatda bukilgan. Taraf 2 marta qayrilgan. Bu esa bu ham mol o'g'ir, faqat bundan ozgina kattaroq. Yana 60 chiqadi. Chuqurligi 35 atrofida. Bu tomlisdan tayyorlangan, qalinligi 2 mm atrofida. 235 uzunligi, donasi 350 ming so'm. Mana bular orqali hisoblanadi. Kimga shunday sifatli holatdagi qo'y o'g'ir, molga yoki buzoqlarga o'g'irlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zimizda listlar bor. Shu listlarni albatta chiroyli holatda razmerlarga tayyorlab beramiz. Manzil eslatamiz, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Dehqonobod qishlog'i. Bundan tashqari bizda konteyner mahsulotlarning ham barcha turidan bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaring, albatta zo'rlab yetkazib berishga harakat qilamiz. Uzoqlashmang. Rahmat barchaga.